Sanjar kayfiyatlar, taassurotlar, bugungi qalay bo'lyapti? Zo'r bo'ladi. Xudoga shukr keldi, mana yetib keldi bu yoqqa. Birinchi 7-8 ta go'nka общий hisobimizda bor. Ana o'rganyapmiz, pro etaplarda ham xudoga shukr qatnashishga harakat qilyapmiz. Конечно, qiyin bir xil payt balki 110 skorost qo'yishga qo'rqinchli bo'ladi. Lekin necha trenirovka qilsa shunchalik naborot ko'payib ketadi. Yaqin betonga o'tishi shu azartdan paydo bo'ladi shundan. Ko'pchilik stritga kelishga harakat qilishyapti-da. Shularga nima maslahat berasiz? Nimalar kerak bo'ladi stritga qatnashish uchun? Strit seriyaga qatnashish uchun avtomobilga qanday nima degani o'zbek tilida futbola deydi, rus tilida. Ana harakat kerak. Qolgan hamma narsalarni hal qilsa bo'ladi. Avtomobilgacha qanday texnik xarakteristika kerak bo'ladi? Strit seriyaga qatnashish uchun просто заваренный, задний приводный mashina заваренный, bitta sideniya qo'yib, ruchnikka, даже заводской ruchnikda ham amallasa bo'ladi. Sekin trenirovkalar qilib, harakat qilib, ularni niyat qilish kerak emas. Birinchi martadan kelib, sразу chempion bo'lib ketaman. Harakat qilib, o'rganib mashina bilan tanishib, o'rganib ketaveradi. Omad sizga. Rahmat. Qatnashyapsiz.